Padişahlık desek biz bay degandek, üç padişahlık bir padişahlıkni başqurish hozirgi bizning zamonimizdagi korxona başqurishga jiqiyalar tushib qoldi. Ham birinchi bo'lib men ko'pchilikka so'zlab bermoqchi bo'lganim nima degan vaqtda mening uch padishahlikdan his qilgan, yana shu igilik tikilganlar yoki bo'lmasa shirkat, korxona qurganlar qaysi xil uslubda. Yana shu uch padishahlikdagi nurg'un pasiballar bor-ku hamda, boshliqlar hamda. Hammasininki o'zininki tutgan yo'li bor. Başqurush usuli bor. Xodimlarni yetaklash, ipning shakllari bor-da. Mushlarning ichidagi hamda oldin uzib chiqqan. Masalan, shu Sov, Liubey, Sunchuan uchisininki başqurush usuli zodi qandaq? O'zining shirkatini korxonasida. Buni biz qandaq qo'llanamiz? Qandaq odamlar mushadan foydalanadi? Eng avval shuni bir so'zlab bermoqchi. Üç padişahlıqni ko'radigan bo'lsak, buningda shu men 3 xil başqurush shaklini so'zlab o'taman. Yana bu 3 odamningki başqurush shakli o'xshamaydi. Ham bularning ichida Liubeyninki birinchi bo'lib biz so'zlaydigan Liubeyninki başqurush shakli bo'ldi. Shu Liubeyni tushunib baqqan. Buningki masalan ish tutish usullarini bildiganlar, hamda deb baqadiganlar bormi? Qanday odam bu? Xalqparvar. Shuncha. Qana? Ha, naqnaqsiz turdan sen. Ha, yancha. Yaxshi. Renyi, shunami? Liubeyning tutgan yo'li renyi. Alaydi ishini, shunami? Yaxshi. Ha? Kaltipam.